أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Endi bugün kelgan dersimiz bo'lsa biz Allama Quduriy rahimahulloh yozgan Muxtasar al-Quduriy nomli kitobning Kitabul Buyu' degan savdo sotiq kitobining Al-Bay'ul Fasid degan bobga keldik. Biz bundan burun biz Bay' sahihni o'qib bo'ldik. Bay'dagi ruknining qancha rukni borligini uni bildik. Endi biz Bay' Fasidga keldik. Yani Bay' fasiddan boshqa bay hammasi sahih bo'ladi. Bay' fasid bo'lmagan bayning hammasi nima? Sahih bay. Endi biz Bay' fasid qancha turlik desa, Bay' fasid 3 turlik bo'ladi. Biri Bay' batil. Bay' batil. İkincisi Bay' fasid, üçüncüsü Bay' makruh. Biz bu Bay' fasid degan bu bobda 3 xil sodini, 3 xil savdo kelishimini o'qiymiz. Bay' batıl degan qanday savdo desa, yani buniki asli vasfi ikkinisi harom bo'lgan. Asli nima? Harom, sifati harom. Bo'lgan savdo bay' batıl. Masalan, qonni sotish o'xshaymiz, qon. Qon deganning asli nima? Harom. Harom. Buniki sifati harom. Çünkü kan degani bir kim satılgan narsa emas. Yani odatda normalde mal emas. Asli haram, bunun sübütü yani odatda kishilar buni pul no'nda, mal no'nda satilgan narsa emas. Bu jihatdan Bay' batil deb ataymiz. Bay' fasid degan asli haram emas, asli halal. Lekin vasfi, bunun sübütü haram. Mesela aroqni sotish o'xshash mesela. Aroqni sotsa, aroqniki asli haram. Lekin nima? Buniki sifati, buning sifati desa, yo'q, aroqning asli haram. Buning sifati, buniki bir tarafdan nimasi bor buning sifati desak, buniki bunda kofirlarniki nazarida bu mal. Kofirlar nazarida pulga almashtiriladigan mal deb qaraladi. Jabin asli haram, lekin sifati nima emas? Sifati haram emas bir tarafdan. Şu sebepten bu Bay' fasid. Aroqni sotsa Bay' fasid. Lekin Bay' fasidga o'xshash. Bay' fasid nima? Ya uni qaytarish kerak. Agar musulmon bilan kofir, agar musulmon kofir aroq sotsa yoki musulmon kofir aroq olsa, bu savdo kuchiga ega emas. Buni qaytarish kerak. Ya'ni Bay' fasidlikma savdo buzilish kerak. Mana bu pulni qaytaradi, aroqni qaytarish, ikkinchisi qaytarib o'tamiz shariatda. Uchinchisi makruh. Makruh degan uning asli haram emas. Sübütü haram emas, lekin bunun yanında tashqi, bunun yanında bir shariat chekilgan makruh ishtimisi bor. Shariat cho'ttosab qo'ygan harom ishtimisi bor yanında. Buniki asli haram emas, vasfi haram emas. Masalan, bu nima desa, sudagi biliqni sotgan o'xshaydi bu yerda. Dengizdagi sudagi biliqni mana mushkul chekda qancha biliq bor taxminan qancha pul olasiz deb ko'may turib, sanab bakmay turib sudagi biliqni setish mesela. Masalan bu sudagi biliqni setish halol. Biliq degan setilgan narsa. Elish halol, setish halol. Lekin ko'may turib, sudda turib, manchak biliq bor deb setishchi bu talash tartish qilib bo'ladi. Yani keyin navoda biliq jiq qolib qolsa, biliq ko'p bo'lib qolsa, biliqning egisi talash tartish qiladi, jidal chiqadi. Agar biliq oz chiqib qolsa, og'a odam jidal chiqadi. Ya'ni demak ikki taraf bir taraf ziyon tortadi deb savdoda. Shu ziyon tortadigan savdo nima deyishadi? Makruh savdo deb ataladi. Makruh. Buning hukmichi desa, agar ishkinadan shu narsani topshirib bo'lgandan keyin rozilashib, bo'ldi deb rozilashib kesilmaydi nima qo'p. Bo'lmasa rozilashmasa yanadi. Rozi bo'lmasa yenishib ketadigan savdo. Endi shuning uchun da savdoni qilmagan yaxshi. Babu al-bay'il fasidi. Musannif rahimahullah davomli ba'zan yerda vojib farzga vojib deb iborat keltirdi. Farzga vojib deb iborat keltirdi. Ama fasid qilmayni batil bilan fasidniki jiqmanda hukm jihatda farq bo'lmag'achqa
o'xshash fazilatlar bilan keltirdi. Ama tafsili muhakkik ulamada keyin tafsili ayırganlar ayırgan. Bo'lmasa hukm o'xshash degan. إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد. أمد أحد العوضين ديان يعني عوض ديان إشكي عوض المبيع يعني بالثمن يعني ستلدغم مالولان pul malının pulu إشكي عوضның biri أو كلاهما her işkinisi muharraman haram kılıngan narsalar kap kalsa فالبيع فاسد. Bey fasiddir. Bana yani batıl. Bana verdi ki bey fasid degeni yani bey batıl. Batıl da batıldı. Kel mesela biz kitabı yine düşünürüp kel bey'i bil meyteti ev bil demi. Mesela ülap üzülap qanasını satqan qo'shash. Yoki qonni satqan qo'shash. Bir adam üzülap qanasını satsa bu nima? Bu bey'i batıl. Nimishqa qonning üzümü haram, asli haram. Onun kendinden bunun süfti yani qon degan odatda bir setildigan malmi? Yo'q, mal emas. Süfti mi haram? Shuni ondan bo'ldi. Batıl bu bey batıl. Ev bil demi. Endi qon bilan qonni satgan o'xshash desa, qonni satsa masalan qonga o'xshash, maytatga o'xshash. Uylagannimi bu narsa bir kim satmaydi, uylab qonasini. Qonni bu odam satmaydi. Satsimi batıl, so'di batıl. Agar satgan tarafdan batıl. Üzümü necis, üzümü haram ve bunu setishmi odatda tijoratchilarning ichida qon satilmaydi. Endi ev bil khamri ev bil khinzir yoki aroqni satganga o'xshash yoki khinzir cho'shqini satgan o'xshash. Endi aroq bilan cho'shqini satsa bu bayi nima fasid. Nima qilib fasid desa, aroq degandiki o'zi haram. Lekin süftichi desa, indal ba'd yani kafirlar, zimmilarning ko'z qarashida bu mal, ilib satilgan mal. Bu sebepten fasid. Eğer musulmondan birisi zimmilar musulmon qilib qolsa nima? Yanduludu, bazıları o'xshash lekin fasid. Ev bil khinzir mesela cho'shqa. Cho'shqining o'zi haram. Lekin bu cho'shqini kafirlar satishadi, edishadi. Musulmon bilan qalsa bu bey fasid olur. Ve kezalike iza kana gayra memlukin kel hurri. Endi shuningdek bey'in ve batıl buludu. İza kana gayra memlukin yani bu satilgan narsa gayra memluk degan gap gayra memlukin li ahadin degan gibi. Yani bir adamning mülkü bo'lmasa, bir adamning mülkü bo'lmagan, igidorchiligi bo'lmagan narsani satsa, o'zining emas narsani satsa boshqaga bu savdo nima batıl. O'zining bo'lmagan narsani satish nima? Bu savdo batıl. Kal hurri masalan. Azatga o'xshash. Azat adamdan birini qul deb satgan bo'lsa, tutib kelib masalan Salman Farsini nima satgandek qafila satayotgandek azat adamni qul qilib bir adam satgan bo'lsa, bu savdo nima? Batıl. Savdo batıl. Ve bey'u ummil veledi vel mudabbari vel mukatabi fasidun. Endi ummul veled, ummu veledni setish, mudabbar qulni setish, mukatab qulni setish hammasi fasid. Ummu veled degan qanday qul? Masalan bir dedek var. Dedekni tushunasizlarmi? Dedek degan qulning chisi endi. Qulning ayoli. Buni dedek cho'la deymiz, dedek cho'la. Cho'ladan birini xo'jayin abdu, xo'jayin Seyit pul setib oldi. Undan keyin bu dedeklar nima qildi? Vati qildi. Vati qilgan bo'lsa, shuni bilan u dedek qo'saq ko'tardi. Qo'saq ko'tarib tug'di. Tuqqan bo'lsa, shu dedekdan bo'ladi, ummu valad bo'ladi. Ummu valad degani buning hukmi nima desa, xo'jayin o'lgan aman azat bo'lib ketadi. Xo'jayin o'ldi, ya bolasi azat. Bola azat bo'lib tug'iladi. Xo'jayinning bolasi azat, tug'ilganda azat bola. Nimishqa? Dadisi xo'jayin. Dadisining bolasi qul, dadiniga qul bo'lmaydi. Dadi bolani o'rtasida qulluq bo'lmaydi. Endi ummu valad hukmi nima desa, ummu valad dadisiga xizmat qilib qul bo'lib turadi. Lekin dadisi o'lgan hamon ummu valad deganning eri zavjisi. Yani abalaning dadisi o'lgan hamon ummu valad bo'lib ketadi, ozod bo'lib ketadi. Mana bu yerda ummu valadni o'tirib xo'jayin satsa, ummu valadni satsini bo'ladi, mushsoda batıl. Hada bey batıl. Ve mudabbar qulni setish batıl. Mudabbar qul degan xo'jayin bir qulni oladi, keyin uni men o'lsam ozod deydi. Yani men ölsem sen azat. İza mittu ente hur degan qul mudabbar. Yani nimaga dabbir degan gap vara xalq degan gap. Dubur, dabbir degan gap
Arkası yani mening arqamdan sen azat. Yani ben ketsem o alemge sen azat degan gap. Ha, şu mudabbar qulniki setishi, mudabbar qulni xo'jayin setishi batıl. Bu so'da batıl, bu so'da agar setilgan bo'lsa buni nima shariat ayirib o'tadi uni. Ya'ni buzib o'tadi, fasx. Vajabal fasxu. Bu so'da batıl dedikma shariat qozi buni buzib o'tish bu so'da nima? Vojib. Vel mukatabi fasid masalan. Mukatab qulni setish ham fasid, beyi batıl. Mukatab qul degan qanday bo'l? Xo'jayinning mukatab qul xo'jayin bilan deyishidir. Xo'jayini agar sen menga 1 million bersang, 1 million pul deb bersang, 1 yilning ichida, ma'lum muddatning ichida menga manchilik pul bersang, sen azod deydi. Bu agar shu ma'lum muddatning ichida shu pulni tepib olsa, bu qul azod bo'ladi. Agar shu pulni tepib olmasa, va shu pulni tepib olmasa, bu qul azod emas. Agar shu pulni 1 yilgacha deyishgan pulni tepib olmasa, bu pulning hammasi xo'jayinning bo'lib ketadi. Yine asli qulluq yenib qoladi mukatab qul. Ammo mushu mukatab qul. Ammo mushu mukatab qul, shu o'zidagi mukatabning kitobi jarayonida pul tepib xo'jayinga pul o'tkazib turgan jarayonda xo'jayini nima qilinmaydi, bu qulni sotolmaydi. Agar sotsa bu bay'i batil. Xo'sh, endi mana ikkinchi masala. Birinchi masala tugadi. Wala yajib. Endi ikkinchi masala bo'lsa mas'alatu bay'il majhul. Namalum narsini setish. Onun keylini, bunun veznini bilmeydiğen namalum narsini setish meselesi. Bu qanday masala desa, namalum narsini setish bey' fasid bo'ladi. Bey' batil emas, bey' fasid. Yani wala yajuzu bay'u samaki fil ma. Sudaki baliqni setish joiz bo'lmaydi. Sudaki baliqni setish joiz bo'lmaydi. Nima joiz bo'lmaydi degani, ya'ni bey' fasid. Agar satsa, maqsadi qanchalik bo'lib mako'lchakda, manchak bo'lib qancha pul olasiz deb satgan bo'lsa, bu savdo fasid. Anladın. Çünkü onu kim köymedi onu yigisi. Qancha bilib qolgan, suni digidib bilgan sanıqlanmadi, sanıqlanmaydi. O adam bilgan taqdirda mu ağıcı bunu bilmeydi-de. Mərdi cehalet kelib çıxdı. Cehalet kelib çıxdı, savdo fasid. Wala bay'u at-tayri fil hava. Degan havada uçub atgan uçarlıqni, qushni satish joiz olmaydi. Bu bey' fasid. Agar satsa, savdo fasid bo'ladi. Yani osmonda bunday uçub atgan kaptarini, bir muncha kaptarini ko'rsatib, mana bu kaptarim yerda 100 dan kaptar var. Hamma satdim, qancha pul olasiz deb. Nima ishqa? Chunki osmonda uchgan qulni, qushni nima qilinmaydi? Ega o'g'linmaydi. Endi narsa saqirimiz kelgan gom soqsa o'ldi, tugidi uni emas. Ashtaki qunab kaptarning ichiga kirib, ashuniki uyga kiyimigacha uning ilkida emas, uchib ketdi. Ondan uni Alloh taologa omonat. Qunab kiygandan keyin qumug'i sulg'andan keyin, qafasga sulg'andan keyin mavda sotalaydi. Lekin osmonda chiqni sotsa, nima bu bey' fasid bo'ladi. Wala yajuzu bay'ul hamli wala nitaj. Endi bay'ul haml degan gap qo'saqdagi bolani setish joiz bo'lmaydi. Wala nitaj degan gap qo'saqdagi bolaning qo'saqdagini setish joiz bo'lmaydi. Endi bu yerda ikki xil iboratning ikki xil mumkinchiligi bor. Bay'ul haml degan gap asli dedekning qo'saqdagi bolani. Bilan dedek bor, cho'ra. Cho'rining qo'saqdagi bu bola cho'rining qo'saqdagi bola nima bo'ladi? Qul bo'ladi. Buni setishga bo'lmaydi, qo'saqdagi bolani setishga bo'lmaydi. Valan nitaj degan desa, hayvonotning qo'saqdagi bolani, masalan, tugining, qalining qo'saqdagi bolani setishga bo'lmaydi degan moda ma'nosi bo'lish ehtimolligim bor. Lekin nitaj deganni ko'p olimlar nima degan? Nitaj degan yo'q. Bu hablul habl. Hablul habl degan gap hayvonot kelganda habl, hubla, inson kelganda hamil, hamil deb ishlatiladi. Lekin bu yerdagi nitaj degan qo'saqdagi bolaning qo'saqdagisi. Bir tugi bor. Tugining qo'saqida bolasi bor. Uning keyin shu qo'saqdagi bolasi cho'ng bo'lib, matuga qo'saqdagi bolani tug'ib, undan keyin bu qo'saqdagi bola cho'ng bo'lib, u tug'sa, ashuni sotaman desa, bu joiz bo'lmaydi. Lekin amaliyotda qo'saqdagi bolani sotishimiz joiz emas. Demak, bu yerda qo'saqdagi bola dedi-ku, qo'saqdagi bolani sotishimiz joiz emas. Qo'saqdagi bolani sotishimiz joiz emas. Qo'saqdagining qo'saqdagini sotishimiz joiz emas. Shundanmi o'xshash? Bu cahiliyet davrida baydı. Cahiliyet davrida bu Arapda tugiga bakamar qo'ygandan keyin oxirida qo'saqdagi bolani sotib, undan qo'saqdigini sotgan gap. Ba'zan chaqda kaptar ovozlar, kaptarning tuxumini sotgan gap, kaptarning tuxumini. Kaptarni bilamsizlar? Kaptarning tuxumini
qimmat kaptaning tuxumini sotadigan gap manchi bo'ldi. Tuxumni ichida boshqa chiqamdi, chiqmamdi, Alloh alam. Tuxumni sotadigan gap. Endi kaptaning tuxumini sotish buni o'xshamaydi. Tuxum degan bor narsa. Lekin normal qimmatidan qimmat oladi-da uni. Normal tuxum degan bir tuxum 1 riyal emas edi. Bir tuxum 1 riyal olsa. Al 500 riyal, 1000 riyalga oladi tuxumni. Ana bu masala nima edi? Jaizmi usta? Endi bu hozir bu qo'saqdagi bola degandan bu qo'saqdagi bolalarmi tuxumga o'xshamaydigan yeri. Agar rozilashsa bu joiz. Tuxumni rozilashsa joiz bo'ladi. Nimishqa? Tuxum degan ayrim bir narsa. Lekin bu qo'saqdagi bola ayrim narsa emas. Mesela çoğum ayrılıp müstakil bulalaydigan narsani setish joiz. Lekin qo'saqdagi bola degan o'sha hayvonning o'ziga taban narsa. Uni qo'sqin tasir olmaydi-da uni. O'sha qo'sqin chiqqan joydan sota oladi. Xuddi malaka tuxum degan chiqqan narsa, lekin bu men yaxshi emas deb qarayman. Lekin joiz. Wala bay'ul labani fi dar'i. Bijiqdagi sutni setish joiz emas. Agar fi thadi deb kelsa ayol kishining bijiqdagi sutni setish joiz emas degan bo'ladi. Dar deb kelsa hayvonotning bijiqdagi sutni setish joiz emas. Ayol kishiga dar degan hayvonotga. Va sufi ala zahril g'anam. Ya'ni qo'yning dumchisidagi, o'shnisidagi, mo'risidagi yungni setish joiz bo'lmaydi. Qo'yning dumchisi qarabdan manda minchirak yung chiqadi, dablam qaqmay turib, yungni qaqmay turib setish joiz emas. Va zira'in min thawbin va jiz'in fi saqfin bunu setish joiz bo'lmaydi. Masalan, bir kiyimning zira degan bir kiyimdan bir gaz. Ya'ni bir kiyimni bir raq gilamdek bir narsa var. Onu bir gazdan kesip yani qanda parçalanmaydigan. Gilam bormi o'g'il sotgan gilam bo'lsa, aytlam, "Mendan keslam bering" deb, yana agar kessa, qolgan qismi buzilib ketadigan. Bir kesib qo'ysam, chulib buzib ketadigan kiyim raq bo'lsa, "Meni parchalablam kiyim bering. Mendan 1 metr kesib bering" deb, agar kessa zarar etmasa, bu raqqa yoki bu gilamga, bu kiyimga agar kesib parchalab bersa ziyon etmasa, bu soda sahih. Amma kesilganda shu qolgan narsa ziyon etkazgan narsa qolib qolsa, bu soda fasid. Va jiz'in fi saqf. Mana saqf degan bu. Uyning turishdagi bola, jiz' degan bola. Bola degan gap yog'och, xashab. Bunda qo'ydigan yog'och bor-ku. Bunda yog'och solgan xashab. Xashab bilan ma yog'och seting desa bu joiz emas. Nimishqa al bu bola uyning bolasini olsa, o'zi yoqib tushadi. Jiz' degan yog'och, bola. Bizde bala deymiz endi. Belki maksat, asas maksat, yani agar bir narsani satsa, boshqa narsa ziyonga uchraydigan narsa bo'lsa, bu bay' fasid. Agar ziyonga uchramasa, satsa bo'laveradi. Yine bir mustaqil bo'ladigan narsa bo'lishi kerak. Ayrıladigan narsa bo'lishi kerak va agar ayrılsa, o ziyonga uchmasligi kerak. Bu shu so'z, shart shu. Va darbatil qanisi, endi qanis degan gap biliqchining to'ri. Biloqchining bunda to'ri var, shabaka, to'r. Dengizga shunda bir tashlaydi, unda ozi bir muncha biliq chiqadi to'rning ichiga. Shu biliqchining to'rini bir qatim selishimga bir muncha biliq chiqadi, manchi pul deb satsa befasid. Uni vallohu alam, uni bir qatim satsa biliq chiqamdi to'rga, chiqmamdi vallohu alam, xudoyimiz biladi. Bir qatim salaman manchi pul deb satsa bu so'z nima? Befasid bo'ladi. Bu befasid bo'ladi. Xo'sh. Va bay'u Endi ve bey'ul muzabana. Bey' muzabana hem la yecuz. Bu hem bey' fasid bo'ladi agar setilsa. Bey' muzabana degan qandoq savdo desa, va huwa bey'ut tamri ala ru'usin nakhli. Nima deydi? Bey'ut tamri, bey'ut thamara va bey'ut thamari aslan. Bey'ut thamari ala ru'usin nakhli bi kharsihi tamra. Yani muzabana bey' degan qanday bay desa, samar. Yani nimishqa samar deymiz buni desa, chunki xurma daraxining ustidagi mevani samar deyiladi. Yoki rutab deyiladi, yoki rutab yoki samar. Lekin yoki uzilgandan keyin, uzib quritilgandan keyin tamir bo'ladi. Uzib quritilgandan keyin tamir bo'ladi. Agar xurmaning ustida bo'lsa, bu yoki samar, yoki rutab, yoki boshqa ismlari bor. Lekin nima tamir deb atalmaydi. Shuning uchun bu yerdagi ma'nosi iborat nima? Bay'us samar. Yani xurma daraxining ustidagi xurmalarni bi kharsihi tamran degan gap, ya'ni uzilgan quruq xurmalarga
qarisiga taxminan, qarisi degan gap mo'ljallab, taqdir, taxminan qilib mo'ljallab setish joiz bo'lmaydi. Taxminan qilib mo'ljallab setish. Masalan, üzülgen xurmadan 10 masalan 10 kilo xurmaga, üzülgen quruq xurmadan 10 kilo xurmaga, üzülmegen üstüdeki xurmadan yani bir tüp xurma, ya 2 tüp, 3 tüp, 5 tüp xurmani setishga joiz bo'lmaydi. Çünkü bunun birisi ma'lum, yine birisi nama'lum. Birisi ma'lum, yine birisi nama'lum. Shuning uchun bo'lmaydi. Chuqum ma'lum bo'lish kerak. Ve la yecuzul bey'u bi ilqa'il hajari vel mulamasa. Ama yine bu şunu o'xshash, xurmaga muhaqala, Peygamber muhaqalada mutosqan. Muzabana so'zida mutosqan, muhaqala so'zida mutosqan. Muhaqala degani buğdayni boshq bilan bashaq, buğdayning 5 bilan billa 5'ideki buğdayni tağağıslangan tağalık buğday, quruq buğdayga setish. Mana bu buncha buğdayga anda buğday deb setishni to'sqan. Ne demek? Hemmisi köküdeki narsani, tüpsidan ajratılmagan narsani setishni Peygamber Aleyhisselam to'sqan. Shuning uchun nama'lum. Nima uchun desa, jaholat bor. Bilgili olmaydi. Qanchalik narsa ekanligini. Bilgili bo'lmaganligi uchun köküde turib setilgan narsalar hammasi chuqum bilgili bo'lish kerak-da buni. Bilgili bo'lmaganda talash tortish kelib chiqadi. Ha, mumkindan uni shu bay'ni o'zi fasid bo'ladi. Yandirish vojib bo'ladi. Ve la yecuzul bey'u bi ilqa'il hajari vel mulamasati. Hem de taşlab qo'yish sodisi ve bir narsani malni da silab tutib qo'yish sodisi joiz bo'lmaydi. Yani bunun ichida yine bir bor. Bay'al munabada degan gap, sotquchi shunda qolgan mushtarining qo'liga shunda tashlab qo'ydi, etib qo'ydi kiyimni. Shuni bilan sodi pishib qoldi. Bu sodi hammasi joiz bo'lmaydi. Tashlab qo'yish sodisiga qanday sodi desa, jahiliyat davrida adın mushtari keldi, unda bir kiyimni kirdi, bas qo'lni tashlab, shunda tashlab qo'ydi. Sodi pishdi, xolos, sodi pishdi. Uni boshqadan sotolmaydi. Sotquchi bilagidan sotolmaydi, sodi pishdi xolos. Uni namanch pul deyishmaydi, qancha pul olmaydi. Setildi degan gap. Yeni birisi mulamasa. Mushtari keldi, sotuvchi kelib shunda kiyimni shunda tutdi. Tutqanaman soda pishirdi. Ha, soda tutdi kiyimni. Soda shuni setildi narsa, soda pishdi. Uni gadin keldi narsa tutdi. Ani sotquchi majburiy sotadi, majburiy oladi, soda pishdi. Uningdagi uchinchisi munabada. Shunda xidalning ichidan mushtari bai' sotquchi bir xidaga tashlab qo'ydi nimani. O'ziniki narsani tashlab qo'ydi. Masalan, hozir ba'zi odamlar masalan bir narsa og'ilib bir damchi soda pishmasdi, xaltini ichib, salapanni ichib, narsani isib, mana tuqib qadam bor-ku. Jahiliyat davrida agar andaqsiz setib ketadigan. Hozir anda tuqib qo'ysa, og'izga oladi, og'izga olmaydi. Cahiliyet devrideki muşu soğuduğunu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem toskan soğudular. Hemmisi eğer kılınsa bey fasid. Hemmisi fasid olur. Ve la yecuzu bey'u thawbin min thawbayni. İki kiyiminin içinden bir kiyimini setiş caiz olmaydı. Bir iki kiyim bakın. Andın. Bayi kubab bu iki kiyiminin birisi satıman. Bu iki kiyiminin birisi mançuful deyip satsa caiz olmaydı. Çokum ya mağunu ya mağunu deyip setiş gerek. Bu muzu kendi Allah tarzı çıkıyordu. Kim deydi, satquchi deydi, ben mani sattım deydi, ağacı deydi, ben mani aldım deydi. Şu an talash tartish kelib chiqdi. Shu bo'lmadi nima beypast bo'ladi. Endi hozirgi yeni bir masalaga keldik, yangi masala. Bu masala bo'lsa, mas'alatu bay'in va shartin. Setish va shart qilish masalasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni to'sqan. Binasini shartlik so'dini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shartlik so'dini to'sqan. Shartlik so'da. Shartlik so'da qanday so'da desa, masalan, "Va man ba'a 'abdan ala an yu'tiqahu al-mushtari aw an yudabbirahu aw yukatibahu." Masalan, har qanday odam bir qulni mushtari bu qulni ozod qilish sharti bilan satsa. Men bu qulni sizga sotaman, lekin siz bu qulni ozod qilasiz degan shartni qo'yib satsa. Yoki mushtari bu qulni mudabbar qilish. Men bu qulni sizga sotaman, lekin siz buni men o'zim ozod deysiz deb satsa. Yoki mushtari bu qulni mukatab qilish sharti bilan satsa. Ya'ni siz buni chuqum men sizga sotaman, siz manchi pul bersan, sen ozod bo'lsan deb buni bilan xat yezsiz, to'xtamlashsiz deb satgan. Shuni shart qilib satgan bo'lsa, aw ba'a amatan ala ay yastawlidaha. Yoki bir didak cho'rini setibdi, buni siz chuqum muvalat qilasiz bakma deb shuni shart qo'yibdi. Bo'lgan bo'lsa fal bay'u fasidun. Bu so'zning hammasi bay' fasid. Uni shartlik so'da
Peygamber Aleyhisselam toskan. Şunun için bu bey fasit buludu. Endi yeni bir mesele cedide. Bu meseletu şartın la yaqtadihil akdu ma'a menfaatin. Yani soda taqazza qilmaydigan şart. Soda asli soda kelishimi bu şartda taqazza qilmaydi, talab qilmaydi. Lekin bu şartda ya ikki aqd qiluvchining biriga foyda bor. Ya sotquchiga foyda bor yoki sotuvchiga foyda bor. Ya'ni shu sodadan sir bir ziyoda ushqchi bir talab. Mushu sodumi nima? Beyfast bo'ladi. Bu joiz bo'lmaydi. Masalan, va kazalika mesela bunun misali ve kazalika law ba'a 'abdan ala an yastakhdimahu al-ba'i'u shahran la yajuz. Mesela agar bir odam bir qulni sotquchi masalan bir oy ishlatib shart bilan sotibdi. Men bu qulni sizga sotaman, lekin men bir oy men ishlatib olaman. Bir oy men ishlatib olaman, uni keyin sizga topshiraman qulni deb sotgan bo'lsa la yajuz. Sattıma çok bunun geldiği vacip olduğunu kulunu şu an tapşırır. Eğer kulun akmaydanı bolsa kulunu şu an tapşırır şu vacip. Ev daran ala ay yeskunaha kezalik degen. Yani bir adam bir qorojayını setipti. Lekin onu bir ay turib olaman. Men bir ay oturib olaman qorojayda. Uni kendisi tapşırman desa, naqtaya qorojayını la yajuz. Degan putmigan uyda men satqan putmigan masalan selvatgan bina bo'lgan bo'lsa, setib bo'g'icha odamlar pul olsa bu butu. Tayya emas. Lekin tayya uyni ben bir ay oturamam, bunun keyin sizga bir medef satgan bo'lsa joiz emas. Ev ala ay yuqridahu al-mushtari dirhaman. Yoki men sizga manasini sotaman, bu narsani sotaman, siz menga pul o'tib bilasiz. Siz menga ma'lum dirham yoki dinar yoki pul, real deganda pulni menga nima qarz berasiz. Qarz berasiz deb shart qilib sotgan bo'lsa, hadal bay la yajuz. Bu bay fasid bo'ladi. Ev ala ay yuhdiya lahu hadiyatan. Yoki men manasini sizga sotaman, siz menga ma'lum bundaq bir narsani hadiya berasiz deb shart qilgan bo'lsa, bu meni la yajuz. Bu savdomi joiz bo'lmaydi. Va man ba'a aynan ala alla yusallimaha ila al-asl. Amdi har qanday odam ba'a aynan degan diqqat ama qayd muhim. Va man ba'a aynan degan naq maydonda ba malni. Naq ba mal. Naq maydonda ayn degan ko'z bilan ko'rib turgan. Naq maydonda ba malni ayının boshqacha topshirmaslikqa satsa. Naq maydonda ba bo'lgan malni ay boshqacha topshirmayman deb satibdi. Nima fal bay'u fasid. Bu bay'an fasid. Bu beşga o'xshaydi, biz bir xil masalada. Ya'ni bir malni ba malni ay boshqacha topshirmayman deb satgan bo'lsa, bu bay' fasid. Ammo bu aynan deganni chiqqan foyda nima desa, agar mal yo'q bo'lsa, agar qod yo'q, lekin Xudoyimiz bir oygacha keladi deb satsa, yajuz. Bay' salam deb atiladi. Oldin ola pul o'tkazish sodasi. Zakat qilish deb aytamiz. Zakat qilish deymiz. Bu joiz. Bu arp bilan biletini olgan o'xshaydi masalan. Arp bilan biletini olamiz, oldingi 12-joy yoki manchинchi soat uchun deb olamiz. Lekin biz uni chiqmaymiz dedi. Bari biletni berdi, lekin manchi kundan keyin chiqamiz unga. O shunday deymiz oddiysi. Shuna o'xshagan. Lekin naq maydonda ba turib bu narsa. Naq maydonda ba turib, bir oydan keyin bitma deb satsa joiz bo'lmaydi. Ve men ba'a jariyatan illa hamlaha. Kimki bir dedekni setibdi, cho'rini. Lekin faqat uning qo'sqidiga bola sotmabdi. Qo'sqidiga bolasini sotmayman, lekin men dedekni sotaman degan bo'lsa, fasadal bay'u. Bu savdo buzilib ketadi. Bay fasid. Ve men ishtara thawban ala an yaqta'ahu al-ba'i'u wa yaqitahu qamisan aw qaba'an. Har qanday odam bir raxni setibdi. Qanday shart qilib sotquchiga raxni siz pichib berasiz, kesib pichisiz. Udullab kesip bilirsiz, onu kendi koynak qilib tikib bilirsiz, yoki qaba chapan qilib, chapan rida qilib tikib bilirsiz deb shart qilib sotgan bo'lsa. Chunki u zamonda ko'ynakni pichadigan, pichquchi ayrimgan kesadigan odam ayrim, hayyat tikib beradigan odam ayrimgan u zamonda. Birisi pichib berdi ekan, yana bir odam tikib berdi ekan. Yana buni shart qo'yib, ham shart degini buni qilmasini olmayman. Agar raqsatadigan odam bor ekan, yaxsatdigan odam men raqni ola olsam sizdan, buni pishtirib berasiz, pishadigan pishquchiga. Keyin tikkichiga olib tiktirib berasiz. Unda olaman desa, bu nima lazim bay fasid. Agar endi bir odam raqchi ekan, lekin bu raqchining o'zi nima ekan? O'zi pishquchi ekan, o'zi saypon. Keskuchi ekan bo'lsa, yajuz.
Çünkü hakkını bile aldı da o. Pişkanın hakkını aldı, yakının hakkını aldı, kendin atikenin hakkını aldı. Lakin bu rakçı bilek, bunu kendin tikücü bilek, keskücü bilek olsa, hemini siz kıpıyorsunuz da mecbur. Onda kızın almamız ama mecbur olsa bu caiz olmayı. Lakin adam üz razı olsa, açta yapmam. Ha bula ben piştirip ben tiktirip bireyde çünkü biraz oylaydı da özü. Üz razı olsa lakin satı ağacı şart kılanmaydı. Satı ağacı şart kılsa bu bey fasit. Razı olsa Razı olsun. Satı ağacı ama satkucu razı olsa kıpırma kıldırıp bireyde demeydi. Lakin satı ağacı şart kılanmaydı. Yani çokum kılışın gerek denmeydi. Gerek denmeydi lakin kaç taraf razı olmaydı. Razı olsun bunu da. Şartına makul olsa işte söyleyeyim. Ha, makul olmaydı çünkü kaç taraf ziyan tatmasa makul buldu da onunla. Lakin bununki mecburi kıldırış, mecburi anda persen de şart koyuş hukuku yok. Şeriat demekçi. أو نعلن على أن يحذوها أو يشاركها. Bütün gidin beni yaptı bir adam. Bütün gidin beni yapıp siz ma bütün gidin almayın lakin bununla aslında siz çam okuyabilirsiniz aslında. Çam bellebilirsiniz. Yak desep bana da bellebilirsiniz. Ev yüşerikeha. Yak onunla siz boğuş bellebilirsiniz. Boğuşunu bellebilirsiniz. Diyen bu zaman şu müsretlerin hemmesi de fel bey'u fasidun. Bu soda pastor bunu kazanık mı yandı ötüşümüz var vacip burada yandı ötüş. Eğer bazı suretlerde iki taraf razı bulaşsa mıydı? Lakin razı bulaşması yeni şart. Yani razı bulaşmasa yeni iş şart buludu. Mana müşahedeki dersimiz müşahede olan batıl ve bey fasit. Bunun ikincisi bey mekruh inşallah bunu aldığın dersimizde alın inşallah.